Rahiblikdan korxonachigacha. Jay Shetty'ning haqiqiy hayot hikoyasi. Hayotingizni talto'kis o'zgartishni o'ylab boqqandingizmi? Ya'ni yangi bir davlatga ko'chib berib o'ltiraqlashish, kasbingizni butunlay o'zgartish yoki sizni xushal qila olmaydigan munosabatdan qo'l uzish degandek. Balkim ilgari siz bularning birarsini qilib boqqan bo'lishingiz mumkin. Ba'zi qarorlar insonning hayotini butunlay o'zgartirib o'tadi. Xuddi Tony Robbins aytgandek, tadbiringiz taqdiringizni belgilaydi. Hayotingizda siz chiqargan ma'lum bir qaror butkul hayotingizni tubdan o'zgartirib o'tadi. U mayli yaxshi yoki yomon tarafga bo'lsin. Darajadan tashqari to'g'ri cho'lpini Jay Shetty buning yaxshi bir misoli. U aslida bir rohib edi. Keyin egilik tiklab korxonachiga to'g'ri cho'lpiniga aylangan. Uning kishini ta'sirlantiradigan sinliq nutqlari millionlagan kishilarning yoqtirishiga erishgan. U yangiliklarni sinab beqish uchun bir qancha qatim talabalarcha qaror chiqarib, oxir o'zi orzu qilgan hayotga erishgan. Uning ta'sirlik hayot hikoyasining ilhomi bilan balkim sizmi hayotingizda zo'r o'zgarishlarni paydo qila olishingiz mumkin. Jay Shetty kim? Jay Shetty dangliq to'rcho'lpini. Uning sinliq nutqlari ajoyib ta'sir kuchga ega bo'lib, u sinlarning ko'rilish qatim soni butun dunyo miqyosida 2 milliarddan oshib ketgan. Uning kishi qalbini larzaga soladigan sinliq nutqlari nurg'un kishilarning mumkinchiligi bo'lgan ko'z qarashini o'zgartishiga yordam bergan va butun dunyo xalqini ilhomlantirgan. U oliy maktabni bitirgandan keyin yuqori ta'minotli xizmat taklifini rad qilib, rohib bo'lishni tanlagan hamda kostyum burulkini rohiblik kiyimiga almashtirib, bir monastirda necha yil turgan. Keyin uning ustozi uning talantining monastirda ko'milib qolmaslik uchun monastirdan ayrilib, talantini butun dunyo bilan o'rtoqlashish taklifini bergan. U real dunyoga qaytgandan keyin nutq so'zlash faoliyatlariga taklif qilingan. Shuning bilan uning nutq so'zlagan sinlari Arianna Huffingtonning diqqatini tortgan. Hozir u Facebook, Google, Coca-Cola qatorliq dangliq markalar bilan hamkorlashmoqda. Jay Shetty'ning qanday qilib rohiblikdan korxonachiga aylana olganligidagi ta'sirlik 5 hayot hikoyasi. 1. Texnologiyaning hayotingizni kontrol qilib olishiga yo'l qo'ymang. Texnologiyaning umumlashishi yomon ish emas. Muhimi biz uni kontrol qila olsaqlar. Afsuslanarli shuki, ko'pincha kishilar hozir yonfonining quliga aylanib qolmoqda. Uni kunda necha yuz qatim tekshirib turmasa, yashay olmaydigandeklar. Monastirdan ayrilgandan keyin Jay kishilarning qanchalik darajada qo'lidagi ilg'or uskunalarning quliga aylanib ketganligiga ishonmayli qolgan. Tövəndə ko'pincha kishilarning qanday qilib texnologiyaning zombilarga aylanib ketayotganligiga qarab chiqaylik. Har saharda telefoningizning gudiki bilan uyg'onib, uyqungiz ochilguncha karavotda yetibla el xatlaringizni, qisqa uchurlaringizni tekshirsiz. Shu yotgancha 1dan 3gacha to'g'ri supalarni arlab chiqsiz. Xizmat vaqtida qimmatli vaqtingizni bexastalik bilan uzluksiz holda el xatlarni ko'rish, torbatlarni aralash qatorliq ahamiyatsiz ishlarga sarf qilib etasiz. Yolg'iz qolganda, metroda yoki yo'l yurgandami telefoningiz qo'lingizdan tushmaydi. Uxlashdan burunmi karavotda yetib turib, yana oxirgi qitim to'g'ri supalarni aralash, el xatlarni va uchurlarni tekshirish bilan shug'ullanasiz. Uyg'ongandan keyinmi yana shu ishlar takrorlanadi. Anglamaqa bu ishlar tonishda qilamdi. Bu davriylikning qurboniga, uskunalarning quliga aylanib ketishning o'rniga ashu texnologiyalarni o'z manfaatingiz uchun xizmat qildirganingiz tuzuk. Jay mana buning eng yaxshi ulgusi. U o'zining haqiqiy turmush tajribalaridan kelgan aktiv uchurlarni ilg'or texnologiya va ijtimoiy aloqa vositalaridan foydalanib tarqatishni birlashtirdi. 2. Muvaffaqiyatga qizg'inlik bilan maqsadni birlashtirganda erishgan bo'ladi. Ko'nlardan qolgan qizg'inligingiz bo'lsa, hayotingizda bir kunmi ishlamaysiz degan bu maqol meningcha butunlay to'g'ri. Odam o'zi yaxshi ko'radigan ishlarni qilganda, o'zi rozi bo'lgan holda texmo ko'p kuch sarf qiladi. U odamni texmo qanoatlantiradi. O'zining nimaga qiziqadiganligini bayqash va uni boshqalar bilan o'rtoqlashish nihoyat muhim.
Jayishtining qarashicha, bu 4 savolning birikmasidan o'zingizning nimaga qiziqadiganligini bila olasiz. Men nimaga mohir? Men nima qilishni yoqtiraman? Men yaxshi ko'radigan narsadan qanday foyda ola olmayman? Dunyo nimaga ehtiyojli? Bu 4ning kesishish nuqtasini topsangiz, qizg'inligingizni bayqaysiz hamda maqsadingizni topa olasiz. Uni topgandan keyin turmushdan texim huzurlanasiz, chunki siz o'zluksiz sizni hayajonlantiradigan hamda boshqalarga yordam beradigan turlar ustida ishlayotgan bo'lasiz. Rohat rayoningizdan chiqing. İnsanның kallasi tonush ishlarni qilishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun rohat ballig'idan ayrilishi tezki to'xtaydi. Ammo esingizda bo'lsinki, o'sib yetilish faqat rohat rayoningizning sirtida bo'ladi. Jayishti aytgandek, insonlar aks sado ichida yashashga ko'nib qolgan. Shunga atrofini o'xshash tafakkur qiladigan kishilar o'rib olgan bo'ladi. Qayoqqa qarasangiz o'xshash chiroy, o'xshash o'ylaydigan odamlarni ko'rasiz. Mubada Jay 18 yosh vaqtida tunji qitim rohib bilan uchrashganda kallasi ochiq bo'lmagan bo'lsa, uning hayoti boshqacha bir joyda bo'lgan bo'ladi. Imkon qadar rohat ballig'idan ayrilishga tirishib beqing. Chegirdan halqib o'tib, har kuni o'zingizga jang e'lon qiling. Ko'pincha vaqtlarda biz o'zimiz bilan o'xshash fikrli kishilar bilan uchrashib turg'achqa, o'xshash hissiyot, suhbat va tajribalarni qayta yashaymiz. Agar siz shu bir yilingizni boshqacharoq o'tkazishni o'ylasangiz, o'xshamagan ishlarni qilishingiz kerak. Hayotingizni oddiylashtiring. Jayishti aytgandek, ayrilib qilish sizning hech nimaga ega bo'la olmasligingizdan derak bermaydi. Aksicha, hech narsaning sizga tava emasligidan derak beradi. Rohiblarning shuncha oz narsalar bilan qanday yashaydiganligini anglagandan keyin iste'molchilik va materializmning meni qanday tushib qo'yayotganligini his qildim. So'zlab bera olamsiz? Biz ehtiyojliq deb qaragan ortiqcha narsalar bizni haqiqatan og'irlashtirib etadi. Men shundan keyin hayotimdagi hamma narsani oddiylashtirdim. Men haqiqatan zarur bo'lmagan ortiqcha kiyim-kechak setib olishni to'xtatdim. Muhitimni tozaladim. Jismoniy va ruhiy bo'shliqim qancha cho'ng bo'lgan sari o'zimni shuncha ozod his qildim. Zihnimni yig'alaydigan hamda tartibli bo'lib qoldim. Minnatdor bo'ling. Jayishti minnatdorlikning muhimligi haqida to'xtalib mundaq deydi. Bir rohib bo'lish sifatim bilan har kuni saharni yemaklik, suv va yashash iqtidori bergan koinotga rahmat aytish bilan boshlayman. U so'zini davomlashtirib yana mundaq deydi. Garchi jurnal va studiyaga minnatdorlik bildirish ko'pincha kishilarga nisbatan yangilikdek tuyulsa-mu, amaliyotda bu an'ana asrlardan buyon davomlashib kelmoqda. Meditatsiyonmi shundoq. Ashu koni an'analar mening shay'iylarga bo'lgan tushanchamni cho'nqurlashtirib, zehnimni oshirishimga va boshqa nurg'un foydalarga erishishimga yordam berdi. Zehn yig'ish mashqiga tafakkurni cho'nqurlashtiradigan va minnatdorlikni oshirishga yordam bera oladigan mashqlarni birlashtirib sinab beqing. Hayotingiz qancha oddiy va sap bo'lsa, turmushga bo'lgan tushanchangiz ilgariga qaraganda texmi aniq va harakatlantirgich kuchga to'lgan bo'ladi. Xulosa: bu yil siz g'ayratga kelib, boturlik bilan nishoningizni amalga oshirishning tunji qadamini olmoqchimi? Undaqda Jayishtining ba'zi fikrlaridan o'rnak olib, hayotingizni kontrol qiling va yangi yilda o'zingiz o'ylagandek odamga aylanishga tirishing. Hayot to'liq qisqa bo'lib, barliq yoshirin qobiliyatingizni joriy qildirishga yetmasligi mumkin. O'zingizga ishonsangiz va chin dilingizdan umid qilsangiz, hayotingizda ashundoq o'zgarishlarni paydo qila olasiz. Rohat ballig'idan bo'sib o'tib, hayotingizni oddiylashtiring va har bir paytdan minnatdor bo'ling.